أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مائدة سورسي 4. Nahayeti şefkatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Ey Peygamber! Yahudilarning orasida Allah sana nazil qilgan Qur'on bilan hukm qilgan. Senden hukm talab qilib kelganlarning nafsi xohishiga ergashmagin. Ularning seni Allah sana nazil qilgan ahkamlarning bir qismidan voz kechtirishidan hazar aylagin. Agar ular sen chiqargan hukmdan yuz o'risa, bilginki ularning ilgirki gunohlari tufaylidan Allah ularni hidoyatdan mahrum qilishni iroda qilgan. Shaksizki insonlarning nurg'ini haqiqatan Allohning itoatidan chatnab ketguchilardir. U Yahudilar sening ularning orasida mushriklar odatlanib ketgan jahiliyat davrining ozg'unligi bo'yicha hukm qilib berishingni talab qilyapti. U hargiz bundoq bo'lmaydi. Allohning hukmining haq va eng adolatlik ekanligiga jazm qilib ishonadigan qavm uchun hukmda Allohdan adolatlik kim bor? Ey iymon etqanlar! Yahudi va xristianlarni mu'minlarga qarshi o'zinglarga ittifoqdosh qilib olmanglar. Ularni do'st tutmanglar. Chunki u Yahudilar mu'minlarning do'sti emas, balki bir-birining do'stidir. Xristianlar shundoq. Bu ikki firqa sizlarga dushmanlik qilishda birlashalaydi. Ey mu'minlar! Sizlarning bir-biringlar bilan yordamlashishinglar texmi zarurdir. Kimki sizlardan ularni do'st tutadigan, u mushu kofirlarning qatoridan sanilib, uning hukmi kofirlarning hukmida bo'ladi. Shaksizki Allah kofirlarni do'st tutib, o'ziga zulm qiluvchilarni hidoyat qilmaydi. Allah Yahudilar bilan do'st bo'lishga oldirishayotgan bir to'p munofiqlar haqida xabar beradiki, ularning dillari shak va ikkiyuzlamachilik bilan to'lgan. Ular o'zlarining Yahudilarga tarafdor bo'lganligining sababini bayon qilib, Yahudilar g'alaba qozonib, musulmonlar mag'lub bo'lsa, bizningmi musulmonlar bilan birga beshimizga bira falokat kelib qilishdan qo'rqamiz deydi. Allah yaqinda musulmonlarga g'alaba ato qiladi, o'zining payg'ambariga nusrat ato qiladi, musulmonlarni va islomni kuchlantiradi, kofirlarni bo'lsa mag'lub qiladi. Makka fath qilinadi yoki Yahudilar bilan xristianlarning kuchini ojizlashtiradigan bir ishni maydonga keltiradi-da, ular mu'minlarga bo'ysunadigan bo'ladi. U chaqda munofiqlar Yahudilarni yushurin do'st tutganligi uchun qattiq pushaymon qiladi. Shu chaqda ularning qilmishi fosh qilinganda, ba'zi mu'minlar munofiqlarning holiga ajablanganlikdan bir-biriga qarashib, biz cho'qim sizlar bilan billa deb Allohning nomi bilan kuchli qasam ishganlar mushularmi deyishidi. Natijada munofiqlarning dunyoda qilgan yaxshi amallarining hammasi bekor bo'lib ketdi. Chunki ular bu yaxshi amallarni iymonsiz holda qilgan edi. Shunga ular dunyo va oxiratda ziyon tortquchilardan bo'ldi. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, sizlardan kimki dindan yenib olib, mushrik, yahudi yoki xristian bo'lib ketadi ekan, ular Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Allah uzoqqa qolmay ularning o'rniga Allohni yaxshi ko'radigan, Allohmi ularni yaxshi ko'radigan, mu'minlarga shafqatlik, kofirlarga qattiq qo'l, Allohning dushmanlariga qarshi jihad qiladigan, bu yo'lda malomat qiluvchining malomatidan qo'rqib qolmaydigan bir qavmni maydonga keltiradi. Bu in'om Allohning fazli bo'lib, Allah uni xohlagan bandasiga beradi. Allah fazli karami keng zotdir, u fazl karamga kimning tegishli bo'ladiganligini obdan biladi. Ey mu'minlar! Sizlarning madadkoringlar Allohdir. Allohning payg'ambaridir va namozini mukammal ado qiladigan, zakot beradigan mu'minlardir. Ular Allohga itoat qiluvchilardir. Kimki Allohni, Allohning payg'ambarini va mu'minlarni yaxshi ko'rsa, shaksizki u Allohning qo'shinidir. Allohning qo'shini albatta g'olibdir. Ey Allohga, uning payg'ambariga iymon keltirgan va islom shariatiga amal qiladigan kishilar, ahli kitob ichidagi dininglarni masxara qiladigan va uni o'yin tomosha o'rnida ko'radiganlarni va kofirlarni qat'iy do'st tutmanglar. Agar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohdan qo'rqinglar. Ey mu'minlar! Muazzin namozga azon etsa, Yahudilar, xristianlar va mushriklar sizlarning namozga chaqirganinglarni masxara qiladi. Chunki ular Rabbini tonimaydigan, aqlini ishiltib namozning haqiqatini tushunmaydigan ozg'un qavmdir. Ey payg'ambar! Ashu masxara qiluvchi kofirlarga aytqinki, sizlar bizning Allohga, bizga nozil qilingan kitobga va bizdan ilgirkilarga nozil qilingan samoviy kitoblarga iymon etganligimiz va sizlarning ko'pchiliginglar to'g'ri yo'ldan chatnab ketganliginglar uchunla bizni ayblab otamsizlar. Amaliyotda sizlar bizni ayblagan ish
biz uchun maqtashqa tegishli fazilatdir. Ey payg'ambar, mu'minlarga aytqinki, sizlarga Allohning dargohidagi ashu fosiqlardanmi qattiq azobga qoladiganlarni aytib beraymi? Ular ilgirgi yahudilar bo'lib, Alloh ularni rahmatidan yiroq qilgan va ularga qattiq g'azab qilgan. Ularning bir qismini maymun va to'ng'izga aylantirib etgan, bir qismini shaytonga cho'qinadigan qilib etgan. Ana shularning oxiratdagi o'rni do'zaxdan iborat intayin yomon joy bo'ladi. Ular dunyoda to'g'ri yo'ldan bekmo ezib ketgan odamlardir. Ey mu'minlar, yahudilarning munofiqlari yininglarga kelsa, kufrlikdan voz kechmay turib, biz iymon etdik deydi. Ular yininglarga dillarida e'tiqod qiladigan kufrligi bilan kirib, yana shu kufrligida ching turgan holatda chiqib ketadi. Gerçi ular uning aksini izhor qilsa-mu, Alloh ularning yushirganlarini obdan biladi. Ey payg'ambar, sen yahudilarning ko'pchiligining yolg'on aytishqa, bo'hton choplashqa, Allohning ahkomlariga dushmanlik qilishqa va kishilarning pul milini yo'lsizlik qilib yavilishga oldirayotganligini ko'rasan. Ularning qilmishlari nima degan yomon. Gunohqa va dushmanlik qilishga oldirayotgan ashu yahudilarni nima uchun ularning peshvo yetakchilari, olim o'limolari yolg'on so'zlashdan, tuhmat choplashdan va yo'lsizlik qilib kishilarning pul milini yavilishdan to'smaydi. Ularning kishilarni yaxshi ishga buyurib, yomon ishdan to'sishdan iborat majburiyatini unutib, sodir qilgan qilmishlari nima degan yomon. Allah payg'ambariga yahudilarning o'z orasida yushirgan ba'zi qilmishlarini bildirdiki, yahudilar o'z orasida Allohning qo'li yaxshi ishlarni qilishdan bog'liqdir. U bizga rizq berishga, bayoshatlik ato qilishga bexillik qiladi degan edi. Ular bu so'zni qahatchilik bo'lgan chog'da degan edi. Shuning bilan ularning qo'llari bog'landi. Yaxshi ishlarni qilolmaydigan bo'lib qoldi. Ular mushu kufr so'zi sabablik Allohning rahmatidan qo'g'landi. Amaliyotda ish hargizmi bu yahudilar aytgandek emas. Balki Allohning ikki qo'li ochiqdir. Allohning fazlini hech kim to'sib olmaydi. Allah o'z fazli bilan xohlagan bandasiga rizq beradi. Allah fazlini bandalarining ahvoliga qarab hikmat bilan ato qiladi. Yahudilar sana hasad qilganlikdan va o'shmanligidan kufrlikda texmo azvaylaydi. Chunki Allah seni payg'ambarlikka tanladi. Allah seni shuningdan xabardor qiladiki, yahudilar ta qiyomatgacha bir-biriga dushmanlik va o'shmanlik qilib o'tadi. Bir-biridan nafratlanadi. Ular har qachon musulmonlarga qarshi urush o'tini yoqmoqchi bo'lsa, Allah uni o'chiradi. Ular har qanday bir fitnani qo'zg'amoqchi bo'lsa, Allah ularning hiyla mekrlarini qaytarib yetadi va ularning birligini bo'lib yetadi. Yahudilar hamisha yer yuzida buzg'unchilik va qalaymaqonchilik paydo qiladigan qilmishlar bilan yuradi. Allah buzg'unchilarni qat'iy yoqtirmaydi. Agar yahudilar va xristianlar Allohga va uning payg'ambariga iymon etsa, Allohning buyurganlarini qilib to'sqanlardan yansi edi, albatta ularning gunohlarini mag'firat qilatdik. Ularni oxiratda cho'qim nozu ne'matli jannatga kirgizatdik. Ey payg'ambar, agar ular Tavratga, Injilga va sana Rabbing tarafidan nozil qilingan Qur'onga haqiqiy amal qilsa edi, ular albatta hamma tarafdan rizqlantiriladi. Ularga mo'l yomg'ir yog'dirib berib, har xil mevalarni chiqarib beratdik. Bu faqat mushu dunyodagi mukofotdir. Ahli kitob orasidan to'g'ri yo'lda bo'lib, dinda mustahkam turgan bir turkum kishilar bor bo'lsa-mu, nurg'unlari yomon ish qilgan va to'g'ri yo'ldan chatnab ketgan kishilardir. Ey payg'ambar, Rabbing tarafidan sana nozil qilingan vahiyning hammasini to'liq yetkizgin. Agar to'liq yetkizmay, vahiyning bir qismini yushirsang, sen Allohning dinini yetkizmagan bo'lasan. Allah seni kishilarning ziyonkashligidan saqlaydi va sana dushmanlaringga qarshi yordam qiladi. Sen faqatla haqiqatni to'liq yetkizishga buyurilding. Shaksizki, Allah haq yo'ldan adashgan, sen ipkagan dinni inkor qilgan qavmni hidoyat qilmaydi. Ey payg'ambar, yahudilar bilan xristianlarga aytqinki, sizlar Tavratga, Injilga va Muhammad alayhissalom sizlarga Rabbinglar tarafidan ipkagan Qur'onga to'liq amal qilmaguncha, sizlar haq dindan hech narsada emassizlar. Qur'onning sana nozil qilinganligi yahudilar va xristianlarning ko'pchiligining hakovurligini va inkorchiligini texmo ziyoda qilib qo'yadi. Chunki ular sana hasad qilishadi. Allohning seni oxirgi payg'ambar qilib avatib, ularning qilmishlarini o'ttirga chiqarganligi ularning o'g'isini qaynatadi. Ey payg'ambar, ularning inkorchiligiga hargiz qayg'urmagin. Iymon etganlar, yahudilar, Sabiilar va Nasoralar ichidan Allohning bir ekanligiga
Muhammad alayhissalomning haq payg'ambar ekanligiga va oxirat kuniga iymon etib, yaxshi amal qilganlarga oxiratda hech qanday g'am qayg'u yo'qdir. Ular dunyoda qoldirib ketgan narsalari uchunmi qayg'urmaydi. Shaksizki, biz Isroil avlodidan Tavratdagi ahkomlarga amal qilish to'g'riliq chin va'da olgan va ularga buni bayon qilish uchun payg'ambarlarni avatgan edik. Ammo ular o'zlaridan ilingan ahdini buzdi va havoyi havaslarga ergashdi. Ularga har qachon bir payg'ambar ularning nafsi xohishiga yoqmaydigan bir narsani ib kelsa, ular bu payg'ambarlarning bir qismini inkor qildi, yana bir qismini o'ldirdi. Ashu gunohkorlar Alloh bizni osiyligimiz va barcha yomon qilmishimiz tufayli jazolamaydi deb o'ylab, yomon ishlarni davomlashtirib haqiqat oldida ko'r va g'os bo'lib olib, hidoyatdan yuz o'ridi va hidoyatning dalillarini ko'madi. Haqiqatning sadosini anglashni xohlamadi. Shuning bilan hidoyatdan mahrum qoldi. Ondan Alloh ularga azobini tushirdi. Ular tavba qilgandan keyin Alloh ularning tavbasini qabul qildi. Ondan ularning nurg'uni o'zlariga haqiqat aniq bo'lgandan keyin yana ko'r va g'os bo'lib oldi. Alloh ularning barliq qilmishlarini ko'rib turg'uchidir. Oxiratda ularni shuningga asosan jazolaydi. Alloh qasam bilan ta'kidlaydiki, Alloh Maryam o'g'li Isodir deguchilar mushu so'zi bilan rostilla kofir bo'ldi. Alloh xabar beridiki, Iso o'z vaqtida Isroil avlodiga Allohga hech kimni sherik keltirmay ibodat qilinglar. Men bilan sizlar Allohga bandichilikda o'xshashmiz. Kimki Allohga qo'shib yana bir ma'budga ibodat qiladi ekan, Alloh uningga jannatni harom qiladi. Uning joyi do'zax bo'ladi. Uni do'zaxdan qutqizib qo'yadigan bir madadkor bo'lmaydi degan edi. Shaksizki xristianlarning orasidagi Alloh, Ota bola va Ruhul Quddus qatorliq uchdan tarkib topgan deguchilar haqiqatan kofir bo'ldi. U xristianlar bir ilohdan boshqa hech bir iloh yo'q ekanligini, Alloh tug'ilmagan va bolaliq bo'lmagan zot ekanligini bilmamdi. Agar ular aytayotgan bu kufr so'zlaridan yanmasa, ular kufrligi tufayli qattiq azobga qoladi. Ashu xristianlar Allohga qaytib, aytgan so'zlariga tavba qilmamdi. Gunohlariga mag'firat talab qilmamdi. Halbuki Allah tavba qilgan bandalarining gunohlarini nihoyat mag'firat qilguchidir. Ularga nihoyat mehribondir.